Bu joylarni bitta kelib ko'rmasanglar bo'lmaydi akalar. Shahar tashqarisidan katta joy so'raganlar uchun mana shunaqa prirodasi zo'r bo'lgan bitta joy kelganmiz. 25 sotuvlik joyimiz sotuvga qo'yilgan. Manzarani ko'rasizlarmi? Katta keng dala, bu joyimiz tepalikda joylashgan. Hamma narsa shundoqqina ko'rinib turadi va juda ham zo'r havo urib turadigan joy. Ya'ni manzilimiz Erkinpostdan 12 kilometr o'tganimizda Yangiyo'l tumani Bo'zsuvga kelganmiz. M39 betonkasidan 2 kilometr o'tganda bo'lar ekan. Mahallada suv, svet, gaz hamma narsa bor. Ko'rib turganlarda chorvachilik qilaman deysizlarmi, kattaroq firma qilaman deysizlarmi, juda ham zo'r. Bundan tashqari bu joylarimizda tayyor uylarni ham ko'rishimiz mumkin. Chorvachilik qilaman deb turib ishchi oladigan bo'lsanglar, bemalol shu yerda yashab tursa bo'ladi. Xullas ko'rib turganlardek katta zelyoniy zonalariga ega, odamni maza qilib bahridil ochiladigan joy. Eslatib ketaman, kadastr bo'yicha 25 sotiq va mana shu kadastr bo'yicha sotiqiga 4,5 ming dollardan so'rashyapti, lekin o'zi na samом деле kattaroq 33 yoki 34 sotiq chiqadi deyishyapti. Agar unaqa bo'ladigan bo'lsa, sizlarga bir sotiqi 3,5 ming dollar atrofida aylanadi. Pastda mana shu joygalar nomerini qoldiramiz. Manzil eslataman, Yangiyo'l tumani Bo'zsuv, Erkinpostdan 12 kilometr, M39 betonkadan 2 kilometr mahallani ichiga kirganimizda suv, svet, gazi bor joylar. Lokatsiya Telegram kanaliga ham joylab qo'yamiz. Shahar tashqarisidan kattaroq mana shunaqa joy qilmoqchi bo'lgan tanishlar bo'lsa, ularga ham tashab qo'yinglar. Bu joylarni bitta kelib ko'rmasanglar bo'lmaydi akalar. Shahar tashqarisidan katta joy so'raganlar uchun mana shunaqa prirodasi zo'r bo'lgan bitta joy kelganmiz. 25 sotuvlik joyimiz sotuvga qo'yilgan. Manzarani ko'rasizlarmi? Katta keng dala, bu joyimiz tepalikda joylashgan. Hamma narsa shundoqqina ko'rinib turadi va juda ham zo'r havo urib turadigan joy. Ya'ni manzilimiz Erkinpostdan 12 kilometr o'tganimizda Yangiyo'l tumani Bo'zsuvga kelganmiz. M39 betonkasidan 2 kilometr o'tganda bo'lar ekan. Mahallada suv, svet, gaz hamma narsa bor. Ko'rib turganlarda chorvachilik qilaman deysizlarmi, kattaroq firma qilaman deysizlarmi, juda ham zo'r. Bundan tashqari bu joylarimizda tayyor uylarni ham ko'rishimiz mumkin. Chorvachilik qilaman deb turib ishchi oladigan bo'lsanglar, bemalol shu yerda yashab tursa bo'ladi. Xullas ko'rib turganlardek katta zelyoniy zonalariga ega, odamni maza qilib bahridil ochiladigan joy. Eslatib ketaman, kadastr bo'yicha 25 sotiq va mana shu kadastr bo'yicha sotiqiga 4,5 ming dollardan so'rashyapti, lekin o'zi na samом деле kattaroq 33 yoki 34 sotiq chiqadi deyishyapti. Agar unaqa bo'ladigan bo'lsa, sizlarga bir sotiqi 3,5 ming dollar atrofida aylanadi. Pastda mana shu joygalar nomerini qoldiramiz. Manzil eslataman, Yangiyo'l tumani Bo'zsuv, Erkinpostdan 12 kilometr, M39 betonkadan 2 kilometr mahallani ichiga kirganimizda suv, svet, gazi bor joylar. Lokatsiya Telegram kanaliga ham joylab qo'yamiz. Shahar tashqarisidan kattaroq mana shunaqa joy qilmoqchi bo'lgan tanishlar bo'lsa, ularga ham tashab qo'yinglar. Bu joylarni bitta kelib ko'rmasanglar bo'lmaydi.